Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimiz plurals. Hozir zapis qildim, zapis yozilmabdi. Tayyor yozuvda tushuntirib ketiraman. Plurals bu ko'plik. S qo'shimchasi lar ko'plikni beradi ingliz tilida. One book bitta kitob yoki e-book. E-book desak ham bitta kitob kiraveradi. E-book yoki one book bu bitta kitob. Three books uchta kitob. Mana S qo'shimchasi lar beryapti. Kitob, uchta kitoblar bo'lyapti. Hadeb ham hamma so'zga S qo'shimchasini qo'shavermaymiz. S qo'shimchasini qo'shishimiz mumkin. Oddiy S bu S. S, double S, Sh, Ch, H, X, O bilan tugaydigan so'zlardan keyin qo'shamiz biz S'ni. Misol beramiz. Box quti. Boxes bo'ladi qutilar. Box qilib oddiy qilib S qo'shib qo'yish bu xatoga kiradi. Buni qizilga olib qo'yib tushuntiradi sizlarga. Qizilga kiradi. Qizilga kirganlari bu xato hisoblanadi. Voy. Mana. Bilaymi? Boxes bu qutilar. Bu variantimiz to'g'ri hisoblanadi. To'g'rini plyusga qo'yamiz. Endi IS bu ham lar qo'shimchasi. So'zlar y bilan tugasa biz IS va Y harfi tushib qoladi. Ya'ni bu yerda nima demoqchi? So'zlarimiz Y harfi bilan tugaydi va biz ularga IS qo'shimchasini qo'shamiz va Y harfi tushib qoladi. Misollar: lady ayol, ladies ayollar. Ko'rishimiz mumkin. Bunday qilaylik-da. Plus bo'ladi consonants. Consonant degani bu undosh. Qo'shga yozib beraylik. Undosh. Mana. Undosh plus Y harfi bilan tugayapti, mana. Y'dan oldingi harf D undosh. Sariq qolib shunday. Shuncha sariq bo'ladi. Hozir yarim soat jo'rabman, yozilib qolmabdi-da shu. Mana. D harf consonant. Undan keyin Y ayol bo'lyapti. Shunda Y tushib qolib, IS qo'shimchasi qo'shilyapti. Fly uchmoq, flies uchishlar. Fly pashsha ma'nosi ham bor. Pashshalar bo'ladi. Bu yerda uch ma'noda kelyapti menimcha. Body tana, bodies tanalar. Lekin lokin degan nimamiz bor. Strategiya deydimi? Voy, nimaga tushmayapti bekka. Lokin deb maktabdagi domlamiz tushuntirardi. Qiziq qilib. Mana. S qo'shamiz qachonki bu yerda vowels, ya'ni ullilar. Ullilardan oldingi Y'dan oldingi harf ullilar bo'lsa, biz S qo'shamiz. Toy, toys. Toy o'yinchoq, toys o'yinchoqlar. O'yinchoqlar bo'ldi mana. Vs qo'shimchasi ham bor, bu ham lar deb tarjima qilamiz. F bilan tugaydigan so'zlardan keyin biz vs qo'shimchasini qo'shamiz va ff xizmatda yarim soat dars o'tdim. Yozilmabdi. Asabim buzilib ketdi. Takkani yozdim. Va ff harflari tushib qoladi. Nima deyapti bu yerda? Mana, ff bilan tugaydigan so'zlar
Endi ko'plikka o'zgartirsak biz vs qo'shimchasini qo'shamiz bularga va ff harflari tushib qoladi deyapti. Knife, bu yerda knife o'qilmaydi, knife o'qiladi. Bu pichoq ma'nosi. Knives pichoqlar. Shelf shkaf, shelves shkaflar. Bunda ham lokin degan nimasi bor? Lokinlar ko'p ingliz tilida. Bu boshlanishi. Proof. Tom, proof deyman. Roof, tom, roofs, tomlar. Ko'rishimiz mumkin, mana f bilan tugayapti. Hech qanaqa vs qo'shimcha qo'shmayapmiz. S'ni o'zini qo'shyapmiz. Bular qachon o'zgarmaydi. Bularga vs qo'shimchasini qo'shib yurishlaring sizlar uchun xato, sizlar uchun bas общий xato hisoblanadi. Umuman. Chef, chefs, oshpaz, oshpazlar, proof, proofs, mana. Xuddi shunaqa qo'shishlaring mumkin. Bu plurals edi. Ko'plik. Qiziq mavzu. Endi destination deyman. Round updan ko'rib chiqamiz. Nechinchi bet? Mana. Plurals, listen and repeat. Eshiting va takrorlang. Bizda audiosi yo'q, doimgidek. Endi yozamiz mana. Singular. Birlik. Birlik. Plural, ko'plik. Ko'rishimiz mumkin. A bird, one bird. Tarjimasi qush degani. Bitta qush. A bird desalaynam xato bo'lmaydi. One bird desalaynam xato hisoblanmaydi. Ko'plikda two birds yoki shunchaki birds desak ham xato hisoblanmaydi. Burada lar. Qushlar degani. We form the plurals of most noun by adding s. Biz odatda ko'plab otlarga s qo'shimchasini qo'shamiz va ko'plik hosil qilamiz deyapti. Write and plurals, listen and check, listen and repeat. Yozing ko'plikni, eshiting, tekshiring, eshiting, qaytaring deyapti. Buni o'zlaring bajaringlar. Ingiz o'tib ketamiz. Listen and repeat, eshiting va takrorlang. Nouns ending in consonant plus y keyin is ga o'zgaradi. Shu yerda ham aytayapti, mana ot so'zimiz undosh plus y bilan tugasa is qo'shilyapti. Ko'rishimiz mumkin. Y tugayapti, batda l harfi consonant, ya'ni undosh, shuning uchun is qo'shilyapti. Bir dona kapalak yoki shunchaki kapalak yoki kapalaklar. Lokin vowels kelyapti. A, E, O, U plus Y keyin S qo'shilyapti. Danke Y bilan tugayapti. Mana, undan oldingi harf unli bo'lyapti. Qo'shyapmiz shunchaki S ni o'zini. Hech qanaqa is qo'shilmayapti, shunchaki S qo'shimchasi qo'shilyapti. Write the plurals, listen and check, listen and repeat. Yozing ko'plikda, eshiting, tekshiring, eshiting, qaytaring. Bu yerda 3 toys, 2 babies. Yozib ketamiz. Fruit. To'rtta nima bo'lyapti? Cherries. 2 boys. Mana shunaqa yozib ketsalaring bo'ladi. Singular, birlik, plural, ko'plik qatori. Bus, avtobus, buses, avtobuslar. Glass, stakan, stakanlar. Dish, idish. Idish ma'nosi ham bor, dishni bilib qo'yinglar. Ovqat ma'nosi ham bor. Ko'pincha dish idish ma'nosida keladi. O'zi idish ma'nosida keladi, lekin ba'zi hollarda ovqat ma'nosida ham kelib qolishi mumkin. Dishes, idishlar. Torch, torches, box, boxes, potato, potatoes. Mana ko'pliklar o'zgarib ketadi. Bu yerda ham lokini bor. Radio, piano so'zlariga faqat s qo'shimchasi bo'ladi. Hech qanaqa manaqa s qo'shimchasi qo'shilmaydi. Single, leaf, bark, leaves, barklar, knife, knives. Bu yerda ham ko'ryapsiz, s qo'shimchasi bu yerda ham, lekin jirafa so'ziga faqat s qo'shimchasi. Hech qanaqa mana bunaqa qo'shimcha qo'shmang, xato hisoblanadi. Mana ko'rishlaring mumkin.
Bu yerda crossword bor ekan. Eng yaxshi ko'rgan narsam crossword topish. Hozir bu yerda topmaymiz. Bu yerda kattaroq mavzuchamiz bor. Irregular plurals nima? Listen and repeat deyapti. Eshiting va takrorlang deyapti. Shunchaki ma'no orqamdan takrorlasang ham bo'ladi. Irregular plurals bu noto'g'ri ko'plik. Noto'g'ri ko'plik. Noto'g'ri ko'plik nima? Hozir ko'rib chiqamiz. Noto'g'ri ko'plik o'ziga hech qanaqa s, is, vs, es qo'shimchalarini olmaydi. Shunchaki bitta so'zmi, ikkinchi so'zi ko'pligi boshqa so'z bo'ladi, qo'shimcha olmaydi. S qo'shimchasini yoki is qo'shimchasini umuman qo'shib qo'ymaysiz. Bular ko'rib chiqamiz. Mouse. Mouse. Voy, kirib ketdi. Bizga gradusni kerak emas. Kattalashtirib qo'ysam shuna bo'lib qoladi. Yuragim siqib, tubiga o'tib ketib qoldi. Personal pronoun. Personal pronouns. Mana. Mouse. Bu yerda sichqon, mice, sichqonlar. Ko'ryapsiz, hech qanaqa qo'shimcha olmay, shunchaki so'zni o'zi o'zgarib qoladi. Man, men, erkak, erkaklar, person, shaxs, inson, people, odamlar, child, bola, children, bolalar, sheep, sheep, qo'y, qo'ylar. Bu hech qanaqa s qo'shimchasi yoki so'z o'zgarmaydi, shunchaki sheep, qo'y yoki sheep, qo'ylar. Foot, oyoq, feet, oyoqlar. Tooth, teeth, tish, tishlar. Woman, women, ayol, ayollar. Goose, geese, g'oz, g'ozlar. Fish, fish, bu ham shunaqa. Fish, fish, baliq, baliqlar. Lekin bitta tekstda ko'rgandim, matga s qo'shimchasi qo'shsa ham bo'ladi. Yana bilmayman. Shunaqa ko'rdim. Lekin bayta faqat fish, fish berilyapti. Deer, deer, kik, kiklar, ox, oxen, buqa, buqalar. Bularni yodlab olinglar, bu kerak. Misol siz monetga mendan keyin s qo'shimchasini qo'shib qo'ysangiz, bu sizga xato hisoblanadi. Siz men deb yozishlaring kerak bo'ladi. Yoki odamlar demoqchi bo'lsangiz, balki s qo'shimchasini qo'sha olmaysiz. Marta odamlarda o'zining alohida so'zi bor. Shuning uchun har bitta narsani diqqat bilan ko'rib yodlash kerak. Mana ayol, ayollarga mana qo'shib qo'ysangiz, bu ham xato. O'zi ko'plik formasi shunaqa women. Ishtiki ham, bolaniki ham. Qaranglar. Child dan keyin is qo'shimchasi, children dan keyin are qo'shimchasi. Is bu birlik uchun, are bu ko'plik uchun. Bular hammasida ham shunaqa. Bu yerda is, bu yerda are. People are. Misol beraylik aka, kichkina qilib. Yozaylik-da, va yozilmayapti. Xato yozilib ketdi balki. People are good society. Good society. Mana keyin are bo'lyapti. O'zi shunaqa misollarda ko'rishlaring mumkin. Darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, thank you for everything, for watching my videos. Bye. Qaranglar, tugadimi? Yozdimi kelish qilib audiosi? Video